Bo'ldimi? Adasi, yo yig'lang, yo gapiring. Bular shunaqa yetib ko'pda qilganmidim. Mahallada qanaqa bosh ko'tarib yuraman? Ada, yig'lavermaylar. O'zinglar aytgansizlar, kelinimiz aqlli, o'qimishli, ziyoli bo'lsin deb. Xo'p, shunga o'qituvchiga uylashing shartmidi, bolam? Ada, keling nimasi yomon? Yaxshi ko'rib uylandilar-ku. Sen vapsha ovozingni o'chir. Sendan umidlarimiz katta edi. Akendan ham battar kuydirding. Ona, ayni olsan. Seni tarbiyalaydigan, yo'lga soladigan kelin kerak deb aytdingiz o'zingiz. Agar bog'chapenga uylanishingni bilganimda bunaqa demasdim. Shu ham bormidi mana shu? Bo'ldi qal. Sanlar bolalar xotinini oldiga. Assalomu alaykum, Umida Anvarovna. Kirsam bo'ladimi? Endi ruxsat so'rab kirishish shart emas, Ahrorov. 9 yil kutdim shu kunni. Esingdan birinchi ko'rishganimiz. Da, burningiz oqib, yig'lab keluvdingiz. Bog'chaga kirmayman deb. O'shanda shundoq ko'targansan, yum ovozing deb oqib ketgansan. Odam zerikib ketdi-yu. Uboy o'ynaylik, romantichnikmi? Polsha poytaxti. Bunaqa o'yin aytmadim-ku men. Polsha poytaxti nima? Xo'p. Siz eslaysizmi? Tegizni qo'llab qo'yaverardingiz, men almashtirib charchab ketardim. O'shandan keyin rosa kalti yerdim-da. Endi u payt yosh bola bo'lganman, kontrol qila olmaganman-da. Tarix otasi Gerodot qachon tug'ilgan? Telefon ishlatma. Sansirama, eringman-a, ering. Uzra. Faqat nechasini bo'ladi-da, telefon ishlatmay. Adajon, ovqat yoqdimi? Kela zavtrga 3-4 kun o'siz tayyorlasin. Nima edi? Har kun meni kashuv joyga kelib ketdi. Bola tuxum yo'q uyimizda. Voy, yaxshimisizlar? Uzr, uxlab qolma. Hurmat. O'tir, maksad narsa nega bu? Keling. Kelin, vaqtliroq tursiz bo'lmaydimi? Tunlaring salam ishlaringga. Kim u? Assalomu alaykum ustoz. Keling. Mahkamov, yaxshimisan? Ustozim yoniga kelyapman deb bu narsa ko'tarib kelmadingmi? Yo'q, siz emas, o'rtog'im oldiga keldim. O'zi sen bizvasan meni o'quvchim yo'g'i erimmi? Nima men buzaman? Ani kuni ichiribsan-ku? Ya, men ichirmadim. O'zi ichdi. Menga qara kalta kelsa, bilib qo'y. Mahallada sharmandan chiqasan. Ya, bo'ldi. Umid Anvarovna, boshqa qaytarilmaydi. Metroda tug'ilganmisan? Kelin, bu yoqqa keling. Labiyojon, bu sizga. Voy, rahmat. Esizdami? Bog'cha paytida ham ko'p sovg'alar berardingiz. O'g'limga yaxshi qarasin deb. O'shanda ham o'g'limni kuydirib qo'ygansiz. O'zi o'g'lingiz sho'xladi, oyijon. Keling, eris qani? Abid bo'lganicha uxlatib qo'ydim. Nima uxlatib qo'yavermaydi-da? Oilani kim boqadi? Boring uyg'oting. Uy ham bog'cha qildingiz. Ana o'zingga nima? Kash odajon. Xotiraga tuxum qo'yib ber. Ada, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Toychog'im, yaxshi keldingmi? Qayerda yuribsiz? Ishingiz 5 ta tugagan. Ishlakyapman, bolalar bilan o'tirdi ozgina. Nima? Sal balor gapirib bolam qulog'i og'ir buni. Siz aralashmang, o'zi javob bersin. Senlar unaqa jar sasab yerga tashamay, eris har qalay. O'g'lim bor o'qituvchining oldiga, xotiningning oldiga. Bor. Xotin, bo'ldi, charchab ketdim. Tushiring yerga. Men yetgan narsalarni olib keldingizmi? Voy, shonni olib ketibdi. O'zingiz qolib ketsangiz bo'lmasmidi? Men bilmayman, borib olib keling. Bu odam jinni bo'lib qoladi. Yo'q, undan endi. Naqtimsa. Tildan qo'yganmisan, gapirma qolsa bo'pti. Ozgina to'polon qildim, turg'izib qo'ydi xotinim. Kelin, bu bog'chalik bolangiz emas-ku sizni. Eringiz bo'lsa, bor o'tir. Bor o'tir domba senga.
Onang qachon kelarkan? Bilmadim, tezroq kelsalar yaxshi bo'lardi. Yo'q, men bilmayman. Adashib yozib olgan bo'lsa kerak. Jonim qalay sizni adashib yozvoradi. Iflos, xiyonatkor. Ota-onangizni chaqirtiraman. Yo, sen jinnimisan, ota-onani aralashtirib nima bor? Bilsa, o'g'li qanaqaligini. Nima deyishdi? Tez bitta uyda turamiz-ku. Unda hozir chaqirib keladi. Bor chaqir. Voy, to'qnaqda. Shu yerda masan qidirib yuribman. Tishdingmi? Nima bu? O'sha payt o'zing ham bo'lgan eding. Eshitgim ham kelyapti. To'xtamasang tushuntirib beraman hammasini. Sizlarni bo'tga chaqirganimdan maqsad? Oshxonaga? Ha, oshxonaga yig'ishimdan maqsad o'g'linglarning tarbiyasi buzilgan. Qaramayapsizlar. 24 ga chiqqan nimasiga qarayman? Maktab payti ham e'tiborsiz edingiz bolangizga. Ota-onalar majlisiga umuman kelmassiz. O'zi 5-sinfda boshqa maktabga o'tkazarsam bo'lar-ku. Shu ishlar ham bo'lmasdi. Mayli, bo'lar ish bo'pti Umidaxon. Kechira qoling endi. O'g'lingiz kechiradigan ish qilmadi, Nargiz opa. Ey, oyijon bo'ladi-ya. Ana, ko'ryapsizmi? Kattalar gaplashganda aralashmaydi, xo'pmi? Mayli, temani yopa qolinglar, kelin. Faqat bitta shart bilan. Tushuntirish xati. Kimning nomiga edi? Umida Anvarovna. Kelin, biz yoshimiz shartmi? To'g'ri yoshni bilmayman. Men 3 ham yozmayapti. Ama markerda yozganman. Turinglar, boshqa qog'oz bilan ruchka olib kelinglar. Qayerda olib kelamiz? Qayerdan bilaman? Men borib olib kelaymi? Ha? Yoki o'rninglarga yozib beraymi? O'sa uylan yig'ishtirayotgansiz. Oyjon etdilar. Cho'rimasmi? Ovqatlarni men qilsam, siz nima ish qilasiz? Voy, siz tili chiqib qoptimi? Kichkina bo'lganingizdek qilasiz-ku? Qilmayman. Qilasan! Kene o'zingizni bosib oling. Sekinroq gaplashir. Undan agar o'qituvchingiz ayting, ovozini o'chirsin. Между прочим, mash xotin. Xotin? Yo, mash qiz. Seni o'qituvching bo'lgan, yozishni o'rgatgan. O'rgatgan bo'lsa oyligini olgan. Meni xotinim hech qanaqa ish qilmaydi. Meni ham xotinim qilmaydi. Qiladi. Qo'ling yo'li. O'zingizdan qilasan, shu. Voy, to'xtalaring. Sanlarni ota-onalar hali o'lmagan. Mashku kelishini bilardim. Shuni bilib, Xonsoradan uyoq qo'yganman. Akang chiqadi shu yoqqa. Nega akasi ukasi chiqadi? Kattayu addini yashursin. Ukasi chiqadi dedim, ukasi chiqadi. Akang chiqib ketadi, bo'ldi. Tushunmadim, aytganimni qilyapsizmi? Voy, u ishxonada direktorim bo'lgansan. Hozir uyda men direktorman. O'sha uyni ham men ishxonamni puliga olgansiz. Agar men qo'l qo'ymasam, hech kim chiqaqqa chiqmaydi. Tushundingizmi? Nima yig'moqsan? Ha? Boshlandi. Nima boshlandi? Hali erta shekilli, Dilon. Taksikozim boshlandi. Taksikoz, xo'p, nima xohlaysan? Hammasini olib kelib beraman. Bolam uchun hamma narsaga tayyorman. Sababi qimizdi. Menga qara, sen bo'ldi. Atijonni sansiragim kelyapti. Nima men odamni sansiraysan sen? Ey, men hayotda odamni sansiratib qo'ymayman. Jinni? Abror? Abror. Kelin qaraychi, yarim kechasi kim sansirab chaqiryapti meni? Men chaqirdim seni. Abror? Yo'q, adam meni chaqirdi. Seni chaqirmadim. Seni chaqirdim, Abror. Seni. Men tushunmadim, sen qanaqa? Kuntar. Kelin sizni sansirashga taksikoz bo'lib qolibdi-da. Nima uchun? Navarangiz uchun-ku, ada, navara uchun. Navaram uchun bir marta, faqat bir marta. Rahmat. Bolani o'tmasing kerakmi? Yana nima bo'ldi? Nima yig'moqsan? Sen baribir qilaysan. Qilaman, bolamiz uchun-ku. Atijonni urgim kelyapti. Tushunmadim. Bor o'zing arding, ul. Ja haddingni oshib ketmayapsan, sen meni adamga qo'l ko'tarasanmi hali? Ata bexosdan qo'l tegib ketdi. Bexosdan emas, ati qildim. Kiyapram, urishasanmi?
Cho'tir qali. Endi navaringizni bitta ko'zi ko'k, burni puchuq bo'lishini xohlamasangiz kerak-da. Yo, burni puchuq bo'lmasin. Lekin bizlarning sog' joyimiz qolmasin, kaltayib. Mayli. Bir marta, oxirgi marta. Oxirgisi. Nima foydasi ko'k maymunjonligi? Chunki bu yangicha ta'mi. Menga ham yoqdi, bolamizga ham yoqdi. Yana yoshligimni eslatadi. Bo'ldi, bo'larkan mana shunaqa narsalarga toksikoz bo'lsang. Odamni urishga ham toksikoz bo'lasanmi, razvozini chiqarib yubordingmi? Adajon. Men Adajon yuziga sepkim kelyapti shuni. Ada, men hozir o'zim sizga tushuntirib beraman. Cho'tirma menga. Men o'zim bilaman nima qilish kerakligini. Nima? Yo'qoladi. Tug'ib keyin kelasanlar. Abror unaqa qilma. Yo'q. Bolalar, o'qishni ham bitirdik. Yo'q bo'lib ketmalaring, yig'ilib turamiz, gap o'ynaymiz. Bizga bitta jo'raboshi kerak bo'ladi. Ulug' san bo'l, yoshingdan aktivsan-ku, gapga ham ustasan. Jo'raboshi? Farqi yo'q. Birinchi gapni nech puldan o'ynaymiz? 1 milliondan. Yo'q, 8 mingdan. 500 mingdan o'ynasang-chi? Bo'ldi, 500 ming jo'raboshi etdi. Bo'ldi, 500 ming. Har oylik bo'ldi. Yo'q ketmalar. Zo'r ekan bu. Ulug', mana 100 maniki. Qolganlarga ham tezlashtirsin. Alo, ikkita odamniki? Bo'pti, kech payt 2 tashlab ketuvlar uyimga. Hop. Vau, biznesmenmisiz? Hamma sizga pul tashlab ketyapti. Ayyo, jo'raboshman, nima? Zo'r. Bolalar, salom-bot yig'ishimdan maqsad ertaga Ahmad to'yiga hamma $50 to'yini olib kelsin. 50 kam emasmi? O'rnimga jo'raboshi bo'lasanmi? It bo'lib ketyapti, gapirsam. Qilmagin menga. Gap qo'shmagin bo'ldi, o'rtoq. Hop. Bitta Ahmadni oldiga ketdim. Akalar tezlashamiz. O'rtoq, hayajonlanmayapsanmi? Yo'q, ne hayajonlanaman. Bizga nima xizmat? Qara bolalar, yarim nikoh ketmoqchiman. Yarim nahkarga o'zing tanlab berasan. Sen ikkalasiga kelgin. Jo'raboshsani. Jo'raboshi. Men jo'raboshi bo'lib sallaga yetyapman. 2 safardan beri o'tirish kelmayapsanlar. Shundoq rudan chiqarib yuboraman. Bo'ldi, o'rtoq, bosh qaytarilmaydi. Boramizlar hammasiga. Yoplaring deysiz qillaring. Ay, tushadimi? Qurbonmi gapini pulini qachon berasan? Umrimni yevordi, sen jo'raboshsan yig'ib berishing kerak edi. Bir haftada ber. Anaqa sen o'zing berib tur, men senga beraman ki. Davay. 9 ta bolanikini berdim. Sen 10-chisi bo'lasan, kakiras. Bo'l, tushundim masalani. Bilasan, to'yga ancha pul ketadi. Boladan to'yini ham yig'ib ber, hammasiga berganman-ku. Nima qilay? Telefon qo'yman, Telegramdan yozyapman. Bittasi javob berayotgani yo'q, eshiging tagiga kalat qo'yib yota olmayman-ku. Ne asabiylashyapsan? Jo'raboshsan-ku, vazifaga sani. Ertaga to'yga ketyapmiz. Sanlar yurlaring anchadan beri qo'shilmayapsanlar. Ma, xo'jayin ruxsat bermaydi. O'sha ruxsatni men olib bersam chiqasanmi? Meni pulim yo'q-da. Men qarz berib turaman senga. Borslaring bo'ldi. Anta bolalar gapirib boryapti. Jo'raboshi bo'lib turib, bolalar yig'olmayapsan deyapti. Qo'ye, kreditlarim ko'p, ishlashim kerak bo'pti. Bo'pti, o'rtoq. Hey, kreditlaringni men olib bera qolay. O'z bitta shu ish qoldi qilmaganim. Og'aynagarchilik bitta menga kerak-ku. Yo'q. Dalash. Kim bu? Assalomu alaykum aka. Shunda Alisher uyg'otib olasizmi? Dam olgan ketotib bolalar bilan. Hop, hozir. Hop. Aziz turdingmi, ha? Nima masalan, bitta uyg'otishim kerak hammangni. Bo'llaring tez hali bozorlar ham qilinmagan. Yig'ali. Yo'q, begonalar emas, o'zimiz ham mahallada og'aynilar. Shu bilan urushib ketdi. Serios. O'rtoq bu senga. Chet eldan olib kelishingga. Bolalarni har doim yig'aman deb jon kuydirasan, asabiylashasan-ku. Gap pulni to'la olsin, hammadan o'zing pul chiqasan. Qancha vaqt ketsa ham. Kimni to'yi bo'lsa, bolalarga har tomonlama yordam qilasan. Qaysidir bola kelmay qolsa, borib olib kelasan, kurudan qolib ketmasin deb. O'rtoq, hammasi uchun Rahmat. Hey! To'g'ri telefon qil Rahmatullaga. Qanaqa jo'ra